Bismillah, assalomu alaykum. Asl Tulbor obunachilari, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidon bozoriga tashrif buyurdik. Bugun ot bozorimizdagi syomkalarimiz siz uchun harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha, Alloh qodir qilgancha yetkazamiz. Narx-navollari bo'yicha birinchi otimiz. Assalomu alaykum. O'g'ay, tinchmisiz? Zoti nima ekan bu? Zotini bilmayman. Zotini bilmaysiz. Minilgan bu? Bir ikki marta minib qo'ygan. Bir ikki marta minilgan. Yovosh. Yerishi yaxshi. Sog'lomligi zo'r. Jonini Allohga omonat, ha? Bo'ylari 1 yillik chiqib qoladimi? 1 yillikdan balandmi? Zotini bilmayaptilar, lekin joningdan rosa chiroyli ekan. Yoshi nechida buni? 2 yosh. Minilgan, lekin 1-2 minilgan, haligi oyog'ini o'zingiz ha. Yovoshligi uchun misol ko'rsatib qo'yishyapti. Lekin o'ta go'zal ekan. Narxi nech pul? Shep? 30 million kam bo'ldi. 30 million. Real savdo qilishdim. Nech pul qilishdi? 2000. 24 million qilishdi. 24 millionga bermadingiz. Joningdan 24 million bo'lsa, normalniy qilib qo'yishibdi. 24 dan sal balandroq ekanda bunchalar. Ha, bunchalar. 24 dan balandroq ekan. Siz sal haligi 2 yosh, 3 yosh to'ylar sal qimmatroq yuradimi, ha? Ha, bu zotda bor-da. Zoti bormi? O'sha haligi sal o'xshayapti, nima zotligini bilmayapsiz-da. Bilmaysiz. Jonivor 24 milliondan oshsa beramizmi? 24 million plusga xudo xolasa bosib o'rsangiz bo'ladi. 2 yosh ekan, 1.50 dan yuqori. Telefoningizni kiritaylik. 97lik 594 594 96 97. 96 97 otlar bilan shug'ullanasiz. Otlar bor. Uyda ham bor. Miniladigan hammasidan bor. Telefon qiling, xudo xolasa go'zallaridan akamizga murojaat qilsangiz, top beradilar. O'zlari bilan gaplashib, ko'rishib, 24 plusga. Aka, bozoringiz bersin. Jonivor. Rosa chiroyli ekan. O'zim siymadi, chisimadi. O'zimnikini yuklamagan, senikini yuklamayman. Ketaveradi. Endi uchta bitirish. Chiroyli ekan. Mana shu sotilarmikan bu? Aka, sotiladimi? Siznikimi? Siz ma'lumotni berasizmi? Ukam? Charchamayapsiz? Yaxshimisiz? Zoti nima buni? Buni zotini bilmadik aka. Apache'mi? O'shunaqa. Apache'ga o'xshayapti-da. Olapak. Apache'ga o'xshayapti-da. Bo'yi 1.45 mi? 1.40 mi? Bundan balandroq bo'lishi kerak. Bu minilganmi? Yo'q, minilmagan. Asovmi? Yoshi nechida? Yoshi 2 yashar. 2 yashar. Bu jonivor oldiga yaqinlashtirmayapti ham. Endi sizlarga yaxshi bitta chavandoz bo'lsa, ha? Yo'q, yaxshi chavandoz bo'lsa, ha joningdan san. Go'zalligini qarang. Narxi nech pul? 30 million deyapsiz, kami bor. 30 million. Real savdosi bo'ldi. Real savdo hozirgi. Aka, nech pul qilishdi buni? Qalla? Nech pul baho bo'ldi? Endi bo'yapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yo, endi siz baho bo'lganini aytsangiz, yuqorisiga bersak, xudo xolasa, telefon qilishadi-da. 22. 22 yarim ham ko'rdi. 22 million 500 mingdan o'tsa beramiz. O'tsa beramiz. O'tsa beramiz. Zoti nima buni? Zotini bilmayapti o'g'lingiz. Bilmaymiz. O'ta go'zal ekanda. Ola bila zot deb qo'yamiz. Bozorda qorabayir diyoradi. Qorabayir yo'q ekan. Ha, Jahongir polvon aytdi, uni qorabayir yo'q. Bitta gapirib qo'ygandan keyin tilga javob berish kerak. Hali minilmagan ekan-a? Yo'q, ustiga odam. Bitta endi o'zingizga o'xshagan chavandoz bo'lsa, keyin tarbiyalash kerak ekan. Buni ammo yuvoshligi yuvosh odamga yaqin. Yeb ichishi sog'lomligi Yeb zo'r. ichishi zo'r. Jonini Allohga omonat. Xo'p, 22 million 500 ming so'mdan o'tsa beramiz. Telefoningizni kiritaylik. 90lik 231 231 46 86. 46 86 otlar bilan shug'ullanasiz. Ha, ot Bor-a? bilan tashqari. Har xillari, miniladigan yog'ochlari hammasi bor. Go'zal ekan lekin oma juda sho'x ekanda bu. Turishini qarang buni. Bozor boshiga ko'taryapti. Nima bu biya ko'rib qolganmi bu, ha? To'g'ri, bozoringiz bersin. Abdulaziz, salomat bo'ling. Rahmat. Bu kimdan bu? Ha, sizdan. Bu nima bu zoti? Bu qorabayir. Qorabayir. Toza qorabayir. O anaqalar ham bor. Embla emasi Qirg'izistondan tushganmi? Bu birinchi bolasimi, ikkinchimi? Uchinchi bolasi. Uchinchi bolasi. Jonivor qorinda bolasi yo'qmi? Bo'g'oz. Qorinda ham bolasi bormi? Mashaalloh. Bitta ot puliga 3 ta olar ekanmiz-da. Bolasi 2 choylikmi? Ayg'ir. Ha? Bu minilgan?
Minilmagan. O'rgatish kerak. O'rgatish kerak. Hali sog'dirmaydi ham, ha? Faqat bolasi uchun ha suti. Necha pul narxi? Narxi 38 ga. 38 million. Uncha baland bu. O'zim tartib yedi. Bo'ylari nima? 1.55 mi? 1.60 chiqib qoladimi? Bu jonivor yoniga bormay qo'yaveraylik. Hozir bir ish ko'rsatib. Hop, real savdo qilishdim. Ha? Necha pul qilishdi? 32 ga bermadingizmi? Maşallah. Qo'lingiz o'sha bilan baraka qildimi? 32 millionga bermadingiz. 32 milliondan oshda beramizmi? 32 milliondan oshda berar ekanmiz. Qirg'izistondan tushgan toza qora bariq deyishyapti. Endi zotini o'zingiz ko'rib olasizlar. Ayg'ir ekan bolasi. Qorinda bolasi ham bor ekan, to'g'ri? Ha, yaxshi ekanda bitta ot puliga 3 ta olamizda. Hop, 32 million yuqorisiga telefoningizni kiritaylik. 93lik. 93lik 052 052 37 73. 37 73. Bolasi ham qora bayirdan qochgan, ha? Qora bayirni bolasi. Ukam bozoringiz bersin. Bo'l. Bo'l. Zoti nima buni? Danchang. Danchang degani boshqacha zotda-da. Bu hammi? Kelesa. Urg'achi bola. Bu igzachimi? Yo'q, u boshqa bola. Mana qashqa boshqani bolasimi? Mana bu buni bolasi, bu qashqa buni bolasi, ha? Jonivor. Bu minilgan? Yo'q, yo'q. Ikkalasi minilmagan. Yo'q. Narxlar necha pul deyapsiz? 32 million ekanmi? 32 milliondan deyapsiz. To'ylari necha oylik bu? Meniki bir haftalik. Bir haftalikmi? Bir hafta. Bu bir oylik yo'l chiqib qoladi. Kattaroq ekanda bu. Mana bu yaqinda tug'ibdi. Bu sog'dirmaydi, demak, minilmagandagi sog'dirmaydi. Yaqinlashtirmaydi odam. Ha, to'g'rimi? Jonivorni necha puldan savdo qilishdi? Har xil bog' qilish. Necha puldan? 27. 27 milliondan ikkalasini qilishdim. Bir joyga 27 milliondan o'tsa beramizmi? Ikkalasi qochmagan boshqa? Yo'q. Faqat endi shu bolalari, ha, bittadan joningdan danchang ekan. Qarang kishinasini, telefoningizni kiritaylik. 50 93lik. 93lik 052 052 37 37 73. Ukam 27 milliondan o'tsa, ha, bir joyga bo'lsa kelishtirib, asl tulpordanman desa berib kelishtirib, bo'ptimi? Bozoringiz bersin. Bugun ona bola otlarimiz juda ko'p chiqibdi. Ko'payish mavsumida ekanmiz shekilli. Zoti nima buni? Ukam? Qora bayir bo'lsa kerak. Bilmaysiz, aniq, ha? Bu birinchi tug'ishimi? Ikkinchi tug'ishi. Minilganmi? Ha, menga sari. Minga, demak, yovosh. To'g'rimi? Jonivor. Tek tur. Ham minilgan, ham sog'inadi. Bir qirg'imi bo'yi? Bilmadim. Bo'yi narxi necha pul? 27 million kam bor. Bolasi nima? Urg'ach. Urg'ochi. Nima deydi? Baytal deydimi? Ha? Baytal. U haligi kichik ekan, yaqinda tuqqanmi? Bir hafta 10 kunlik. Bir hafta 10 kunlik ekan, baytalcha. Qarang, jonivor rosa chiroyli ekan. Narx qilishdim. Necha pul? 25 bermadingiz? Maşallah. 27 o'z narx aytib 25 ga bermagan bo'lsangiz, o'zi bo'lishini aytib qo'yapsiz-da. 25 dan o'tsa beramizmi? 200 ming so'm qo'shilib qolsa beramiz, ha? Ha, oshsa 25 dan kimdir oshiradigan bo'lsa, sotilib ketmasa beramiz. To'g'rimi? Hop, ikkinchi tug'ishi bu endi qochmagan, hali bir hafta 10 kunlik bolasi. Telefoningizni kiritaylik. 93lik. 93lik 052 052 37 37 73. O'zi ham hammasi sizlarniki ekan, ha? Bozorga egallab qo'yibsizlar, uka. Bozoringiz bersin. Qancha qildi? Aka, to'yimiz necha oylik bu? Necha yosh? 3-4 yosh bordir. 3-4 yosh bordir, bilmaysizmi? Minilganmi? Dasovmi? Biz oldik aka. Ha, bugun oldingizmi? Bugun oldik, sotamiz. Bugun oldingiz, sotasiz. Ustiga bosib qolsa, ha? Ot bilan shug'ullanasiz. Shug'ullanamiz. Hop, zoti nima ekan bu janavarlar? Qora berib. Ozgina oriq ekan, ha? oriq. Lekin minilganligini bildingizmi? Yo'q, bilmadim men. Bilmadingizmi? Yo'q, so'ramadim. Necha pul narx? Endi olganingizni aytmaymiz-ku endi baribir. 18 million kammi? 18 million kam bor. Bolasini sotib yubordik. Bu ona bo'lami? Bu ayolmi bu? Biyami? Biya. Bolasini sotib yuborishibdi. 18 million kam bor. Necha pul bilan telefon qilsin? Dadil. 16 million. 16 mi? 16 bilan telefon qilasiz. Balki 500 ming so'm o'tib berishlari mumkin. Lekin olganingizga qarab turib, ustiga bosib qolsa berasiz. Telefoningizni kiritaylik.
94. 94lik 755 755 4505. 4505. Akamiz ot bilan shug'ullanadigan akamiz 16 million bilan telefon qiling, u yog'ini plyus minusini o'zlari gaplashadi. Ha? Aka, bozoringiz bersin. Bu erkagimiz necha yosh bu? Kuziga 2 yosh bo'ladi. Minilgan? Ha, yosh bola menga. Yosh bola menga, yavash. Yebichi yaxshi, sog'lomligi zo'r. Jonivor ancha chiroyli narsa ekan. Bo'ylari ham 1.45 mi, 1.40 mi? Zoti nima buni aka? Qora bayir deymiz endi, deb qo'yaramiz-da. Qirg'izistondan. Qirg'izmi? Mashalloh. Quloqlari ham kesilgan. Chiroyli ekan, lekin sifati bor, boshqasi bor. Narxi necha bilyapsiz? 25 million aytyapsizmi? Real savdosi bo'ldimi? Ha, bu turib. Necha pul qilishdi? 15,5 dan qilishdi. 25 sal baland aytyapsiz-da. O'shaning uchun 15,5 so'ragan. Oxir 15,5 ko'rganda bozor, to'g'rimi? 15,5 dan o'tsa beramizmi? Ha, xudo xolasa gaplashamiz. Yo'q, gaplashaverasiz. Plyus minusni 15 million 500 ming so'm narx ko'rgan. Yolg'on gapirmaysiz. Inshaalloh yolg'on ma'lumot berilmaydi, lekin yosh bolalar mingan, yeb ichishi, sog'lomligi hammasiga javob deyapti. Jonini Allohga omonat. 15 million 500 mingdan o'tsa, bosib o'rsangiz bo'ladi. Nomeringizni kiritaylik. Nomerni aytib o'ring. Ashraf aka. O'sha nomerni aytib o'ring. Boya bir kishiga berdimmi? Bu u boshqa, biz boshqa. Assalomu alaykum. Ma'lumotlarni berdik, nomeringizni kiritib qo'ysak. 94lik 179 84 24. 15,5 qilishibdi aka. 15,5 dan o'tsa, plyus minusini o'zingiz gaplashasiz. Aka, bozoringiz bersin. Bu jonivorlar zoti nima buni? Ha? Zoti nima? Bilmaysiz. Bu minilgan? Minilmagan. Ikkalasi ham. Asov. Yoshlari 2 yoshmi? 2 yoshga o'tdi. Ikkalasi ham toy. Ha? Toy. Jonivor bu 5 qashqa ekan bu. Bo'ylari biri 45, biri 50 mi? 150. Narxi necha puldan? Narxi jupi bo'lsa 44 million. 22 milliondan deyapsiz. Jupini bir joyga oladigan bo'lsa kelishtirib berasiz. Alohida bo'ladigan bo'lsa o'zingiz gaplashaverasiz, to'g'rimi? Telefonda. Hop, jupini 44 million narx aytyapsiz. Necha pul qilishdi? 20 milliondan qilishdimi? 40 million qilishdi. To'g'rimi? Aniq dadil 40 million so'mga yopishdimi? Bundan yana bittasi bor, sotilib ketdi 22 millionga. 40 milliondan bir joyga bo'lsa o'tsa beramizmi? 40 milliondan o'tsa beramizmi deyapmiz-da. 40 millionni o'zi emas, 500 ming bo'lar, 1 million bo'lar, u yo'g'ini o'zingiz telefonda gaplashib, ko'rishib, sotilib ketmasa, ma'lumotini beramiz, chiroyli qilib turib, minilamagan asov, hali toy 2 yoshlik, bo'ylari 150 ekan, 40 milliondan o'tsa, ekalasini bir joyga olsangiz berishadi. Nomeringizni kiritaylik. Nomeringizni? 91lik 91lik 147 147 83 83 37. Ukamiz ot bilan shug'ullanasizmi? Ha? Otlar bor. Uyda ham bor. Ko'rish Uyda oz qolmadi keladi. keladi. Ha, ot misol olib kelasiz, sotasiz, olib kelasiz, sotasiz. Shunaqada ot bilan shug'ullanadigan ukamizga murojaat qilasiz. Ukam bozoringiz bersin. On 18 yoshli qiz. Assalomu alaykum. To'g'ri, charchamabsiz? Yo'q, herhalde. Shart emas u shunga o'g'izlarga so'rash. Ha. Azangiz yaxshimi? Do'ng'ishki. Manlikimi, siznikimi? Yo'q, yo'q, meniki. Qani ot? Mana biznikilar bog'da-ku bayta. Yo, baytallar hammasi, ha? Bu bizda nima bitta kadrga tushirib qo'yaveramiz, narxini o'zlari kelishib, ha, aytib, boshqa qilib, jonivor xulamani, turini. Operatorlar keladi. Bittadan tuqqan. Bor xolos, ana shu qiz. Ha. Erkani ko'raman. Erkani ko'rmagan. Ha, joningdan. Qiz bolasi ham bor ekan, ayoli ham bor ekan. Kimgadir yoqarli ola, kimdir atirgul shaydosida. Ha. Narxlar necha puldan aka bular? Bularni quyuq suvi 25 dan. Quyuq suyuq 25 dan deyapsiz. Narx qilishdimi? Qilishdi har xil. Necha puldan qilishdi? Quyuq suyuqiga deylik. 18 yosh. 20 milliondan o'tsa, u yo'g'in telefonda ko'rishib, gaplashib, hammasini beraveramiz. Mana shu 4 yasharlar. Jonivor yo'g'osh ekan-a?
Yavaş. Yevishi, Yoshlar, yevishlar zo'r. sog'lomligi zoti nima buni aka? Buni o'zimizni mana shu joylari pastroqroq, odamlar nima deydi bu? Yaxshi-da. Bizga o'xshagan odam, ha? Chavandozlar emas u. Bizga o'xshagan odam. Bel o'rog'ini yo'qottiradi. Lekin o'ta chiroyli ekan lekin otingiz. Nihoyatda 4 yosh ekan. Aka narxi nechi pul? Narxi? Narxlari 22. Ye maşallah 22 million. Savdo ko'rdim. Ha, ko'rdim. Hozir 18 qilishdi. 18 milliondan o'tsa beramizmi? Sotilamasa, sotilib ketmasa 18 milliondan yuqorisiga bosib o'rsangiz bo'ladi. Bo'ylari yavash ekan. Og'ziga ham narsa solishmas ekan. Ketdi, minib kelishdi. O'ta go'zal. 18 million yuqorisiga bosib olsangiz bo'ladi. Nima shetda sho'sangiz bo'lib ketaveradi. Ha, o'zi. Общий bitta nomeringizni kiritib qo'yaylik. 88 88 259 259 26 27. 26 27 telefon qiling. Akamizda asosan ayollar bilan, misol baytallar bilan, tuqqan, bolasi bor, bolasi yo'qlar bilan shug'ullanishadi. Otlar bilan chegarasi yo'q shug'ullanishadigan akamizga murojaat qilasiz. Men to'yimni qarang. Pony. Ponik. Chiroyliligini qarang. Bosib yuborasizmi hoji aka? To'y bolaga. Onu jonivor ani chiroyli ekan, chaqiryapti. O'ta go'zalini ko'rib qoldik, chaqir deyapsiz. Assalomu alaykum. To'g'ri? Charchamiz. Zoti nima buni? Buni ota aka toza Yevropa bilan Qorabayirdan chiqqan. Qorabayir. Minilmagan hali? Yo'q, 1,5 yashar. 1,5 yashar. Kishilarni ham ko'rsatib qo'ying. Bu esa obunachilaringizga mana. Ko'ryapsizmi kishilarni? Sog'lom. Sog'lom. Onasini emsin. Joningdan rosa chiroyli ekan, ha? Yavash. Yeb ichishi sog'lomligi o'ta zo'r. Toy, ha? Toy. Jonivor bo'ylar 1.40 mi? 1,52 ga o'rin qo'yib beraman. 1.52 ga o'rin qo'yib berar ekan. Voy, haliga izohda chiqmaydi deganlarga javob deyapti. Javob 200%. Narxi nechi bu? Narxi 25 million. Ha. 18,5 millionga bermayman. 18,5 dan o'tsa beramiz. 20 dan balandmi? 20 bilan telefon qilishar ekan, u yo'g'ini o'zingiz gaplashasiz. Chunki buni nimaga qimmat deydiganlarga jonivor Qorabayir bilan Yevropadan chiqqan ekan. Ko'ryapsizmi? O'ta go'zaldan 20 bilan telefon qilasiz, u yo'g'ini plyus minusini o'zingiz gaplashasiz. Nomeringizni kiritaylik. 94lik 271 0636 joningdan o'ta go'zal ekan. Aka, bozoringiz bersin. Assalomu alaykum.